beray. Bir yigit onasi bilan yolg'iz yashardi. U barcha yoshlar kabi tez jahli chiqadigan va g'azablanadigan edi. Kunlarning birida ko'ylagini kiymoqchi bo'ldi, lekin tugmasi uzilib tushganini ko'rib, jig'i biyron bo'ldi. Onasidan alamini olmoqchi bo'lib, "Ona, ko'ylagimning tugmasi qani?" deb baqirdi. Onasi bir zumda ko'ylakka tugma qadab bersa-da, uning o'g'lining g'azabi bosilmadi. Balki yanada qattiqroq onasiga baqirib, qo'lidagi qog'ozlarni stolga otib, onasiga jahl qildi. Onasi xafa bo'lib, bir og'iz ham so'z aytmadi. O'g'li xonasiga eshikni bor kuchi bilan yopib kirib ketdi. Bugun kunda bunday yoshlar juda ko'p. Yigit qilgan ishidan qattiq afsuslandi. Onasini ranjitgani uchun kechasi bilan uxlay olmadi. Ertalab tong otishi bilan kechirim so'rash uchun onasining oldiga bordi, lekin onasi unga hech narsa demadi. Yigit universitetga ketdi.